Assalomu alaykum. Allohning uyi haramda bir odamni ko'rdim-u seskanib, yuzimni burab oldim. Ammo ko'zimda qolgan asoratdan tanamga seskanish yugurdi. U orqa tomonda o'tirardi. Yuzimni qanchalik tez o'girmay, xayolan undan qutula olmayotgan edim. Toshko'mir undan oqlik qilardi. Qora habashligi mayli kuya, afti ham. Peshonasi oldinga burtib chiqqan. Burun deyarli yo'q. Iyak tomoqqa yopishgan. Chiroyli narsalar odamning ko'ziga qanchalik tez o'rnashsa, xunigi ham xuddi shunday bo'larkan. Xudoyim-ey deb yubordim beixtiyor. Xayolimni chalg'itish uchun ataylab ona yurtimni, yurtdoshlarimni ko'z oldimga keltira boshladim. Odamlarimiz qanchalik istarali, kelishgan, xushro'y. Allohim bizlarni xo'p yarliqagan ekanda. O'rnimdan asta-sekin turaman-da, nuqsonsiz qilib yaratganing uchun deya 2 rakat shukrona namozini o'qiyman. Ichimdan unsiz bir hayqiriq guldirab keladi. Haramda turib xuddi ular meni eshitayotgandek yurtdoshlarimga bir nimalar degim keladi. Ey mening azizlarim, qadrdonlarim, aka-ukalaru opa-singillarim, farzandlarim. Allohim bizning diyorlarni qanchalik go'zal qilib yaratganini bilsangiz edi. Odamlarimizni-chi, tabiatimizga mos, go'zal, betakror. Allohga qancha shukrona keltirsak oz. Darvoqe, shukrona keltirish ko'plar o'ylaganidek joy namoz ustida ibodat qilish emas. Alloh qaytargan ishlardan qaytish, buyurganlarini ado etish ham shukrona. Halol yeb halol ichish, xiyonatdan, fitnadan hazar, nafsning quliga aylanmaslik, yurtni yomon ko'zlardan, yomon so'zlardan asrash, himmatli bo'lish, savob ishlarning etagini tutish, bularning bari shukrona. Joynamoz ustidagi ibodatimiz shularning mukammaligiga kafforat. Yaratgan egam xushsurat qilib, jannatdek makonlarda yashatib qo'yibdimi? Barcha ishlarimiz shunga yarasha bo'lmog'i kerak. Shu payt g'oyatda nafis va mayin Qur'on tilovati boshlandi. Ovoz orqa tarafdan eshitilardi. Allohning kalomi qanchalar huzurbaxshan. U kimning va qaysi millat vakilining tilidan uchmasin, birdek yoqimli, birdek sehrli. Kiroyi qiroat shunaqa bo'lsa-da, asta-sekin ko'zlarim namlana boshladi. Orqaga qarashimga 2 narsa monelik qilardi. Biri boyagi qiyofaga ko'zim tushishidan qo'rqish bo'lsa, ikkinchisi hofizi Qur'onni cho'chitib yuborishdan andisha. Ha, u atrofdagilarga malol kelyaptimikan deb qiroatini to'xtatib qo'yishi mumkin. Shularni o'ylab Allohga yolvoraman. Ey buyuk yaratgan egam, meni ham shunaqa yoqimli, ta'sirli qiroat egalaridan qil. Nafasimni issiq ayla. Qiroati borlig'imga nurdek taralib, qalbimga singib borayotgan qorining qiyofasini tasavvurimda chiza boshladim. Moshkuruch soqolli, kulcha yuzli, borlig'idan nur yog'ilib turgan mo'tabar bir zot. Qo'lida Allohning kitobi Qur'on. Yonimdagilar beixtiyor orqaga qaray boshlashdi. Oxiri chiday olmadim. Shunday ovoz egasini ko'rmaslik, minnatdor bir nikoh bilan uni ziyorat qilmaslik mumkin emas. Asta chap tarafimga burilaman. Aksiga olib hofiz o'ng tarafda ekan. Taxminan haligi odamning yonida bo'lishi kerak. Balki Habash allaqachon o'rnidan turib ketgandir ham. Shu o'y bilan botirlanib qaradim-u, toshdek qotib, ko'zimni o'za olmay qoldim. Ka'batullohga qarab, Qur'on tilovat qilayotgan odam, Allohim, gunohlarimni kechsin. Hofizi Qur'on o'sha men xunukligidan seskangan odamning o'zi ekan. Yon atrofdagilar unga kunga boqardek egilib qolgan edilar. Qori nihoyatda yoqimli, istarali ko'rinardi. Allohga beadad shukrlar bo'lsin, hozirgina bir bandasining tashqi qiyofasidan dahshatga tushib, yuz o'girgan edim. Lahza o'tmay mahliyo qilib unga yuzimni o'girib qo'ydi. Hikoya muallifi Erkin Malik.